yo'llanma asosida, order asosida operatsiya qilishdi. Operatsiyalarga hech qanaqa to'lov bo'lmadi. Operatsiya jarayonlari yaxshi o'tdi. MDM shifokorlariga rahmat. Xo'sh, bemorimiz bizga 3-4 kun oldin murojaat qilib kelishgan, sishdan muammolar bo'lganligi uchun. Tekshiruvlarda biz bemorimizda prostata bezi adenomasi aniqladik va rejali operatsiya davo tavsiyasi berdik. 3 kun oldin operatsiyamizni o'tkazdik. Prostata bezi transplantatsiya rezeksiyasi. Operatsiyamiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Operatsiya tafsilotlarini bemorimiz o'zimizdan eshitamiz. Men operatsiya bo'lishdan oldin siydik yo'llari bekib qiynalardim siyishga. Keyin shu doktorlarga, MDM shifokorlarga murojaat qildim. Meni tekshiruvdan o'tkazishib, operatsiya qilishni taklif etishdi. Operatsiyaga rozilik bildirdim. Operatsiya jarayonlari juda yaxshi o'tdi. Lazer nimalari bilan qildi. Hech qanaqa jarrohlik, albatta tig' tegizilgan yo'q, jarrohlik yo'li bo'lgan yo'q. Lazer bilan qilishdi, og'riqlar ham bo'lgan yo'q. Mana 3 kunda uyimga xudo xolasa javob berishyapti. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, MDM klinikasiga murojaat qilasizlar. Bu muammolarni zamonaviy usullar bilan bartaraf qilishga yordam beramiz.